Yukarı leksiyemizden devam hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslahı 2021 yıl 2. ayının 13. günü. Yukarı leksiyemizden devamı. Nazaret kılınış derdisi yok kurulur. Nurgun nazaret kılıngan kişiler ve biron nezerbent kılıngan kişiler. 3. xil kişiler dep atılıdır. Bu belge halıgança işletilgen qattiq başquruş derdisi oxşaş bolmagan radikal islam ve zo'ravonlar hükümetning halıganicha ziyankeşlik qilishi mümkün bolgan türlerge ayrılıdır. Nazarband qilinganlarning oila tavabuatlarga saqchilar tarafidan belge qo'yilib, izdirikini qilish o'chiritiga tiziladi. İşençlik dep ayrılgan yani bir sistema normal ve işençsizlikine ayrıydı. İşençlik dep atalsı mı yani şu normal mı ya ki işençsiz mi? Bunu mu ayrıydı? Saqçılarının türleri dereceleri pırala içinde amma dikkat qilishni qozg'adi. Lekin ma'lum ahvol ostida bundaq dikkat qilish to'g'ri bo'lib chiqadi. Mesela rayla, bölekle, muqumlığı yığınıda hatırla, aşkarlı ki bu yığılla bulup mu millet tilidi sözleydiğen kişilerge qarıtılıdı. Millette atalgan Uygurlarga ve başkalarga qarıtılıdı. Ula İslam diniga şinidiğen tungallarga qaraganda texama qattiq nazaret kılınıdı. Bu yığılla diyeni nazarband kılıngan Uygurlarning aile tavabuatları urug' tuqqanlari noktalıq muhakeme kılınıdı, muzakerege koyulup durdu. Hüccette mundaq aşkarlandı. Saqçılar bazı çağlarda mescidge kirgen adamlarni bexatarlik tekshirishdan ötküzüdü. Dini itiqad ziyankeşlige küçük mavzu. Emniyet hükümet qattiq tizginlaganda ama kişilerning mescidge kirishiga ruxsat qilinadi. Saqchining bir parcha hujjati mundaq oshkorladi. 3 nafar o'quvchi do'stining dadisining jinoza namoziga qatnashmoqchi bo'libdi. Kechiraman. Tadqiqotchi Beller bu holni tasvirlab mundaq ko'rsatdi. Bu 3 nafar o'quvchi faqat masjidning darvozasi oldida oylanib yurgan, masjidga kiradigan eshik izdigan. Çünkü ularning salohiyati tekshirilgandan keyin ondan masjidga kirishga ruxsat qilinadi. Ular eshik oldidagi tekshirish punktining saqchilar bilan munosabati borligidan ansirgan. Bu 3 nafar o'quvchi nima qilarini bilmagan. Saqchilar o'quvchilardan savol so'rashga boshladi va ularni bir necha soat tutib qoldi. Hem de ularni maktabda nazorat qilinganlar tizimligiga kirgizdi. Ular o'zlarining masjidga nima uchun kelganligini tushuntirsimi mumkin bo'lmadi. Yaqinda e'lon qilingan bir parcha doklad mundaq isbotladi. Dairlar masjidga berish niyatini azaytish nisbatini kechiringlar. Masjidga berish nisbatini azaytishni nishon qilgan edi. Bu nişan amalga oshirildi. 2018 yıl 11 ayının 13 günü O'stanbuya Shihaba doklad mundaq ko'rsatildi. Bir masjidga namozga berish 4 ay ichida 80 ming qatim soni bilan tuvalladi. O'tgan yilning o'xshash mezgiliga selishtirganda 98% tuvalladi. 2 yıldan beri dini itiqad murosimlari xodimlari tezdan aziyib ketdi. Çünkü masjidga namozga keladiganlarga haqiqiy ism tizimligi qo'llanildi. Mesela kim mecitga kirdi, namozga kim mecitdan chiqdi, haqiqiy ism bilan nazorat qiladigan. Isming nima? Namozga keldingmi? Isming nima? deb nazorat qiladigan bo'ldi. Odamlar ozlab ketdi. Adamlar yoki jazolash lageriga avatildi yoki dinga e'tiqod qilishdan qo'rqdi. Jungo Kompartiyasi masjidlarni radikalistlikning belgisi deb qarab keldi.
tədqiqatçı bellər saqçılarının xatırlarından nəql keltirib undaq dedi. Devamını anlayısınız vətəndaşım.